G'arbki Sayat namlıq əsərdəki 8 çoğ pusa. Bular Yurun Sultanның aldığı basmı, Yurun Sultanmı bularның aldığı çıxıb, hörmət bilən tazım qıldı. Bularның G'arbki Sayat namlıq əsərdəki tutqan ornumu intayin yuqori. Undaqda bular kimdir degan vaqtning o'zida birinchisi albatta avvallik Suvara Bodhisattva. Buni demisam men menga faraz qilib bo'ldinglar qachon. Bu avvallik Suvara Bodhisattvaning mayli xislatlar tog'diki, mayli Arish ordusiki, mayli bu əsərdəki o'rnini yuqori, seyir karamat intayin üstün, butkul G'arbki Sayatni mushu bir qo'lliq o'rinlashtirgan nurg'un alvastani mushu yo'qitib birdi. Sunukunglarga mushu eng ko'p yordam qiladi. Buning Arish ordusi xislatlar taq har qaysi malaikalar bilan bo'lgan munosabati intayin yaxshi. Xuddi bu Tangsin atlatining bir 6-a'zosidek yuriydi. Daqo İkincisi Wenshu Pusa. Bu Wenshu Pusa'mı bir qadar ko'p chiqdi G'arbki Sayat namli qasrda. Uda 4 qitim chiqdi deyman. Yeni eng dastlab bular Li Shanlong bilan birga bu Jubajining irodasini sinaymiz deb tushgan vaqtning o'zida bu Li Shanlongning ikkinchi qizi ay bo'lib o'zgardi. Ikkinchi qitim shir to'yga kelgan vaqtning o'zida bu yerda ko'k shirni bo'ysundirib turish uchun Wenshu Pusa keldi. Uchinchi qitim Wujigo davlatiga kelgan vaqtning o'zida Elik shirni akatkili bu yerdagi Wenshu Pusa yana bir qitim keldi. Unda o'z mushayda bir savol. Shir to'yga tegib shir bilan Wujigo davlatidagi ikki shir o'xshash bir shirma? Noada u o'xshash bir shir bo'lsa, bu yerda Wujigo davlatida bu nima uchun shundoq ojiz? Shir to'yga tegida bu nihoyat kuchlanib ketdi. O'xshamaydigan ikki shir bo'lsa, unda bu Wenshu Pusaning birdan ortiq ikki tal shiri bormi? Bildiganlar pingling qilib qo'yinglar. 4-qitimda endi bular Nomakli safar oyoqlashgandan keyin bu Wenshu Pusa xislatlardag'da yana bir qitim ko'rindi. Daqo. 3-si Pushen Pusa. Endi bu Pushen Pusa tunji qitim Baya degan Li Shanlongning 3 qiz bo'lib tushadigan vaqtimizda buning 3-qizi Lianning rolini oladi. Endi mushayda his qildinglarmi? Ma o'zgargan qizga o'zgarish jarayonidami? Ma Pusalarningki hurmat darajasi bo'tadi. Ya'ni Li Shanlong eng cho'ng hurmat o'g'ashqa opsi, uning keyinda avvallik Suvara o'g'ashqa eng cho'ng otisi, uning keyinda Wenshu Pusa, uning keyinda Pushen Pusa. Ma tartib yana olmishib ketib qolmadi. Ikkinchi qitim endi bu shir to'g'ida oq pulni akatkili yana bir qitim chiqdi. 4-si Disang Pusa. Endi bu yerdagi Disang Pusa hammaylar tunuydigan Ditingning igisi shu. Rossiya olgan Sunukungni olib turgan vaqtda Disang Pusa mana Ditingni avatdi. Diting shu Disang Pusaning shogirdi. Endi bu farishta, ya'ni Yamarajaning dargohiga turadigan eng katta bodhisattva dal shu. Bu 99 yoshida olamdan o'tib, shuning bilan Yamarajaning dargohida shu yerda qolib qolgan. 5-si Lingji Pusa. Endi bu Pusa bu Tangsonglarga uda 2 qitim yordam qildi. Bir qitimi bu yer yolqin taqqa kelgan vaqtning o'zida bu yerga Loshanni, ya'ni Kaladivining xotini, banan yalpiguchi bilan Sunukung yalpigan vaqtning o'zida Shamal to'sqush eskirnayoqni bu yerga Lingji Pusa ma Sunukungga birib turdi. 6-si Pilampo Pusa. Endi bu Pilam bo'lmay Boshqa G'arbki Sayatdagi eng sirliq pusalarning birisi. Bundan oz chiqdi, lekin intayin cho'ng hurmatga, she'r karomatga ega. Aslan mushayatki ming ko'zlik alvastini bu o'ziningki o'g'li Mavru yulduzining ko'zida tavlagan jingni bilanla o'ltirib turdi. 7-si Dashing Goshiwang Pusa. Bu pusani bak tunib ketmaydi ekan, men deb aloqam yo'q buni. 8-si Kungchue Wang Pusa, ya'ni al onasi Tavuz alas Bodhisattva degan shu. Kimligini bildinglarmi? Ya'ni Amitabh Buddhaning opsi bo'lib qoldi bu hisobda, shundami? Chunki Amitabh Buddha mana shu to'zninki dumisidan tishib chiqib, xislatlar taqib tushgan. Endi lekin buni biz ko'rpaqni G'arbki Sayat chiqmaydi. Ko'ngillarni yerim qilib ketmanglar, bu shir to'g'itdagi chiqqan satang to'z emas. U to'z mana shu to'z Bodhisattvaninki bir navrisi bo'lishi mumkin meningcha. Undaqda oxirgi savol, bu 8 cho'ng pusadan sizlarcha eng kuchli pusa zodi kimdir? Mazmunni yoqtirgan do'stlar, birdan yaxshi yurak urishni unutmanglar. Rahmat.